Assalomu alaykum, xayrli kun hammaga. Bugun zakaz qilgan pochtam yetib keldi va nihoyat qo'limga. Bu pochtani juda ham uzoq vaqt kutgan edim. Tashqaridagi oshqocha shovqinlarga e'tibor bermaysizlar. Demak, Tailanddan alakaziya zakaz qilgan edim. Regalshiz Aurea variantni mana ko'rib turganingizdek. Mana baklarida variantnilari juda ham go'zal holatda. Mana shunday holatda va mana idishi hozircha birozgina kichkintoy, lekin Xudo xohlasa albatta adaptatsiyadan o'tkazib olaman degan umiddaman. Va demak, bugun sizlar bilan mana shu alakaziya gulimizni ochib qayta ekib olaman. Buni sizlar bilan birgalikda qilamiz. Mana ko'rib turganingizdek ko'chlangan, mana shunday holatga yetib kelgan. Hozir pichoqni olamiz va ochib chiqamiz. Mana pochta chiqarsa mana shunday qilib, xuddi mana shunday qilib mahkam gullarni o'rashga iloji boricha harakat qilaman, chunki yo'lda yomon holatda yetib bormasligi uchun. Va mana ochib oldik. Endi esa bular mana keramzit bilan perlit ekan. Bu bechorani ildizlari qurib ham ketmadimikan? Mana shunday holatda ekan. Kartoshli chipsdan ekan deb o'ylabman. Va ochib olamiz. Mana ko'rib turganingizdek ildizlari yaxshi holatda ekan. Mana ko'ryapsizlar. Oppoq bokovoy ildizlari ham yaxshi, suruvchi ildizlari ham yaxshi. Albatta bu gul o'zini tutib ketadi deb umid qilaman. Bu klubenkadan o'stirilgan ekan. Mana ko'rib turganingizdek klubenkasi. Agarda shu alakaziyalar klondan o'stiriladigan bo'lsa, mana bu yerida kluben qismi bo'lmaydi klonlarni. Mana bu klubenkasidan o'stirilgan ekan. Ko'rib turganingizdek chiroyli holatda. Gruntini esa keyin bir qarab chiqaman. Klubenkasi bormi, yo'qmi? Nimalardan grunt tayyorlab olamiz? Ko'rib turganingizdek kokosvit torf olamiz. Mana kokosvit torf. Bu kokosvit torfga endi perlit solamiz. Lechuza solamiz. Va hozir seramik solamiz. Mana ko'rib turganingizdek yaxshilab aralashtirib olamiz. Juda ham rexli grunt bo'lyapti. Buni keyinchalik fetilni tolifga qo'yaman. Hozircha esa teplичкаga solib qo'yaman. Ildizlar gruntda yaxshilab yurib olishi uchun va qachonki bitta yangi bak yozgandan keyin teplичкаdan olaman. Ungacha esa bemalol mana shunday teplичный условияda saqlayman bu gulni. Adaptatsiyadan bemalol stresslarsiz o'tib olish uchun. Mana gruntimiz tayyor bo'ldi. Ko'rib turganingizdek juda ham rexli yengil grunt bo'ldi. Mana shunday qilib gulimizni demak o'tkazdirib olamiz va mana bu stakanchikni tanlagan edim. Mana ko'rib turganingizdek mana shu stakanchikka ekib olaman bu gulimizni, alakaziyani. Va hozir
birgalikda shu ishni sizlar bilan qilamiz. Mana kokosli turf bilan oddiy gruntdan tayyorlaganim uchun, turfdan tayyorlaganim uchun fitilga ipni ingichka qo'yyapman. Ko'ryapsizlar? Mana ingichka ipni qo'yaman va gruntimizni tagiga birozgina solib olamiz. Solib olib endi esa gulimizni sekin astalik bilan mana shu gruntga mana joylashtirib chiqamiz. Ildizlarni ko'ryapsizlar yaxshi. Bundan katta tuvak tanlamadim. Sababi gul mana shu grunt bilan o'rnashib olishi kerak bo'ladi. Katta tuvak tanlasam suv birozgina ko'payib ketadigan bo'lsa ham ildizlari chirish boshlanishi mumkin. Shuning uchun ko'rib turganinglardek birozgina kichikroq garshok tanladim, stakanchik tanladim va ildizlarni kuzatib boramiz. Hali gul ildizlar yaxshi joylashmagani uchun o'zini tutib olgani yo'q. Birozgina sheka qismini ozgina ko'tarib qo'yamiz, chirish bo'lib qolmasligi uchun. Ozgina ochib ko'tarib qo'yamiz va bugun suv bermayman bunga. Ertaga suv beraman. Buguncha teplitsada turadi. Teplitsada ertaga ozroq suv beraman. Qanday suv tayyorlab beraman? Maxim, Carnevin va Radifarim qolgan bo'lsa, Radifarim qo'shib beraman. Chunki sirkonim tugagan. Va glitsin qo'shib yuboraman. Mana shunday qilib, mana kalifosfat solib, suv tayyorlab, bu gulga alokaziyaga beraman. Chiroyli bo'lib rivojlanib ketishi uchun mana ko'ryapsizlar, qora nuqtachani mana shu yerda yangi list chiqishni boshlaydi. Mana shunday qilib ko'rinib qoldi va mana o'rnashtirib oldim. Bunga endi yordamchi sifatida mana bu palichkani tirab mana shu yeridan biror narsada mahkamlab qo'yaman. Mana ko'rib olganinglardek mana shunday holatda mana bu gulimizni ekib oldik. Endi keyingi o'zgarishlarni albatta keyingi videoroliklarda sizlarga ko'rsatib boraman. Yana YouTube kanali orqali ko'rishguncha xayr, sog' omon bo'linglar. Assalomu alaykum. Mana sizlar bilan yana YouTube kanali orqali birgamiz va bugun videoroligimizni yana davom ettiramiz. Demak, mana shu tayskiy regal shirslar olgan edim Aurealardan va bir haftadan keyingi hozir holatini sizlarga ko'rsatib o'tmoqchiman. Уже pochta kelgan kuni sizlar bilan birgalikda mana shu videorolik qilib turib ekib oldim, videorolik qilib va mana bir hafta vaqt o'tdi. Endi esa mana shu alokaziyamiz sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana ko'rib turganinglardek barglari juda ham go'zal holatda turibdi. 4 ta bargi bor edi. Mana 1, 2, 3, 4 ta bargi bor edi va mana bu yerda ozginagina endi rivojlanishga yangi barg chiqarish uchun harakat bor edi va mana ko'rib turganinglardek yangi barg yozdi, lekin varigatniligi yo'q, yangi barg edi. Lekin mana bu bir haftaning ichida yangi barg ham yozishga ulgurdi. Regal shirs alokaziyalar eng sevimli alokaziyalarimdan biri bo'ladi. Chunki nihoyatda tez rivojlanadi, tez o'sadi. Mana shu tayskini sotib olganimda ham o'ylangan edim. Adaptatsiya jarayoni qanday o'tar ekan, yo biroz kapriznilik qilarmikan tayskilari, o'sha varigatniliklarda biroz kapriznilik bormikan deb ham qo'rqqan edim. Chunki bular qimmat turadi juda ham. Shuning uchun
olganimdan keyin mana shu pochta kelgandan keyin mana shu video syomka qilib turib kelgan zahoti ochib mana shu gruntini almashtirib yangi gruntga ekib oldim. O'sha vaqtda manda radifarim ham yo'q edi, karnevin ozgina qolgan ekan, glitsin ham yo'q edi, sirkon ham yo'q edi, mana shu hech narsa yo'q edi, faqatgina ekib olganman. Ertasi kuni esa monokaliy fosfatga 113 NPK bilasizlar, mana shundan bor edi. Shunga monokaliy fosfatni aralashtirib turib va fitosfarin qo'shib turib bunga suv berdim va teplичный условияda saqladim va bir haftadan keyin hozir sizlarga ildizlarni ham ko'rsatib o'taman, rivojlanganini. O'zim ham hayron qoldim bunga. Demak, tayyormisizlar? Mana ildizlari juda ham chiroyli. Mana hozir qanday qilsam nima bo'lar ekan? Mana ildizlar ko'ryapsizlarmi? Judayam go'zal holatda rivojlangan. Mana bokovoy ildizlar, suruvchi ildizlar judayam tezlik bilan o'sgan va tepaga qarab ham ketgan. Teplичный условияda turgani uchun, namli bo'lgani uchun tepaga ham qarab ketgan va ko'ryapsizlar mana. Ildizlar judayam chiroyli holatda. Bir haftani ichida o'zim ham kutmagan edim shu darajada rivojlanadi deb. Mana ko'rib turibsizlar. O'zim tayyorlab olgan grunt va mana shunga ekib olganman. Mana rivojlanishlar, yangi mana yana ildizlar va holati judayam yaxshi holatda. Yangi barg ham yozdi. Umuman hech qaysi bargida uchida sarg'ayishlar yoki barg tashlashlar yo'q. Mana ko'rib turganingizdek judayam go'zal holatda. Mana variegatniliklari judayam go'zal holatda. Keyingisini variegatni yozadi degan umiddaman, sababi har qanday guruh ham qaytarib ekib olgandan keyin stress holatiga tushadi. Chunki buni bilasizlar, to'liq holatda ildizini tozalab turib ekib oldim va mana shunday qilib stress holatiga tushib ham mana shunday variegatni barg yozmagan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Mana ko'rib turganingizdek bargi yam-yashil. O'zimizni doimgi dedimamizga o'xshaydi. Regal shifsimizni bargiga o'xshaydi. Mana shu holatda mana bir haftada shunday bo'ldi. Endi shu bilan sizlarga bu alakaziyani bir oydan keyingi holatini albatta ko'rsatib o'taman. Ko'ryapsizlar, fitilga moslashtirganman, lekin hali fitilga qo'yganim yo'qman. Sababi doim aytib o'taman, qachonki ildizlar o'zim kutgan darajada bo'lgandan keyingina fitilga qo'yaman va mana shundan keyingina oshiqcha namlik bo'lmaydi va tez-tezda ildiz ishlab namlik tez-tezda ketganligi uchun ildizlarda chirish ham kelib chiqmaydi. Mana shu holatda. Yana sizlarga bir narsani ko'rsatib o'taman. Yaqinda pochta chiqargan vaqtimda Pink Dragon sortlarini ham chiqarganman. Alakaziyalarni Regal Shifts, Pink Dragon ham chiqardim. Poli chiqardim, Langiloba chiqardim, Makraliza Splash mana shulardan chiqardim va polilarni, drakonlarni juda ham kichkinagina ko'chatchalari bor edi. Mana shular qolgan edi. Mana ko'rib turganingizdek ikkinchi bargini ham yozdi. Nimaga ko'rsatmoqchiman? Mana tagidan уже hozir nima bo'lmayapti, fokus olmayapti. Mana fokus. Tagidan уже mana 3 ta detka qilyapti. O'zi hali detka. Va mana ko'rib turganingizdek 3 ta detka qilyapti. Bunday holatlarda Regal Shifts'imda ham kuzatganman. Dihaniya Dragona Alakaziyamda ham kuzatganman. Uni birinchi marta klubenkasidan o'stirib olgan edim. Ana shunda ham klubenkalar rivojlangan, o'zi kichkina bo'lishiga qaramasdan mana bunda ham xuddi shunday. Mana bunday qilib, mana bitta, ikkita, bu tomonida ham bor 3 ta. Bunda ham mana detka klubenka qilishni boshlagan alakaziya. Pink Dragon sorti. Bu ham juda ham beo'xshov sortlardan biri va xuddi mana shunday qilib mana bu makralizam ham bor edi. Variegatniligi juda ham kam. Ko'rib turganingizdek mana ozgina chetida bor, mana bu barglarida bor. Mana shu makralizam ham kichkina stakanchigida o'tirardi. Mana bu stakanga olib turgan vaqtimda ochsam
klubenka qilibdi. Juda ham katta klubenka qilgan bu. Uni ekib olganman va o'sha unib ham chiqdi. Mana ko'rib turganinglardek, bu ham fitilniy palifga qo'yilgan, lekin hali fitilniy palifda nima qilgan yo'q, suv ichgan yo'q. Faqatgina atrofidan o'zim quyib qo'yaman suvni. Mana ko'rib turganinglardek, buni ham ildizi juda ham yaxshi rivojlangan. O'sha kalsiy bo'lib ham o'ragan va gruntni ko'ryapsizlar. Yarim qilib qo'yganman. Sababi oshiqcha grunt, oshiqcha namlik ham gullarimiz, alakaziyalarimizni ildizlarini chiritib yuboradi. Shuning uchun iloji boricha gruntni birinchi vaqtda kamroq qilsanglar yaxshi bo'ladi. Mana ko'rib turganinglardek, bu klubenkamiki, mana bu yerda ham klubenka qilibdi mana. Va shu holatda mana gruntimiz qurigan, suv beraman bugun bunga. Mana shunday holatda stakanchikda edi. Buni уже mana ko'rib turganinglardek biroz kattaroq stakanchikka o'tkazdirdim. Va yana alakaziya yangi sotib olganlarimdan yana biri bu mana ko'rib turganinglardek Langiloba Silver sortidan sotib olganman. Bu sortni juda ham yaxshi ko'raman. Barglari juda ham katta bo'ladi. Mana ko'rib turganinglardek barglari kumush rangda. Mana shunday rangda bo'ladi va mana bu ikkita barg bilan kelgan bo'lsa, menga bu barglar ham biroz o'sib qoldi va mana bu 3-bargni yozdi. Hali bu to'liq holatda kumush rangga kirgani yo'q. Ko'rib turganinglardek serebristy svetda emas, mana sekin-astalik bilan kiryapti. Va bu kelganda kichkinagina idishchada edi, gaz sho'xchada edi. Otsam ildizlari yarmini tashlab olgan ekan va judayam ildizlari mayda ekanki, mana mo'xsifaynimga ko'rganman va hozir mana shunday qilib ildizlarni rivojlantiryapti mo'xsifaynimda. Mana ko'rib turganinglardek chiroyli bo'lib ildizlari rivojlanyapti mana. Endi shunday holatda bu alakaziya Langiloba Silver sorti bo'ladi va yana bu yerda sizlar bilan birgalikda ekib olgan Regal Shells alakaziyam bor edi. Mana qanday ekib olishni ko'rsatib berganimda mana shu alakaziyani ekkanman va buni уже mana fitilniy palifga qo'ydim. Bugundan уже fitilniy palifda o'sadi bu. Mana shunday holatda bular hammasi sotuvda, faqatgina hozir chiqarmayman, bahorda chiqaraman. Ungacha ancha katta ham bo'lib ketadi bu alakaziyalar. Hozir chiqarsam havo sovuq, bilasizlar, pochtalar kechqurun ham mashinalarda ketadi. Mana shunday qilib sovuq olib qolishi mumkin, barglari tanasi bilasizlar nima bo'ladi. Shuning uchun pochta chiqarishni to'xtatganman. Faqat bahor oyida katta bo'lib ketsa ham mana shunday holatda mana shu alakaziyalarni sotuvga qo'yaman. Bu esa ko'rib turganinglardek Gagiana variegata sortidan. Bu ham yana bittasi edi. Avvalgi videorolikda, oldingi videoroliklarimda mana bu bilan mana bu Gagiana, bu ham lekin variegat chiqmagan deb aytganman. Faqatgina mana bu barglarda ozgina mana mashetida ozginagina variegatniligi bor. Mana shunday bo'lib chiqqan ikkita katta bo'ldi. Mana buni sherigi u ham mana shunday katta bo'lgan edi. Bugun hozir videorolikka olaman deb tushirib yubordim. Lechuzada edi u va yerga tushib doimgi odatim barglari parcha bo'ldi. 3 bargi qoldi. Qolgan barglar sinib ketdi. Grunt chachildi. Qaytadan ekib oldim. Kayfiyatim ham tushib ketdi va qaytadan ekib yana joyiga olib qo'ydim. Mana shunday qilib ko'pincha mana shu gullarni tushirib yuborishim yomon o'zimga yoqmaydi va ko'rib turganinglardek mana bu ham bitta sherigi edi. Mana yangi barg yozyapti. Bu ham fitilniy palifda, lekin fitilniy palifga qo'yganman. Sababi buni yaqinda ko'chirib o'tkazdirganman. Mana bu yerda mana klubenka ham qilyapti ekan. Mana ko'chirib o'tkazdirganman. Ildizlar endi rivojlanib mana shu gruntga o'rnashyapti va gruntim ko'ryapsizlar quruq holatda. Bugun bunga ham suv beraman. Mana bu yerda ham bor ekan klubenka. Ikkita klubenkasi bor ekan. Ikkitami, bittami? Bitta shekilli, bitta klubenkasi bor ekan.
Mana shunday holatda buni ham juda go'zal. Mana shunday qilib buni sherigini kattaginani mana shunday holatdagisini bugun ko'rib turganinglardek tushirib yubordim va holati yomon. O'zim ham rahmim kelib ketdi gulimga. Buni esa mana ko'rib turganinglardek buni ham mana gruntini kattalashtirganman va ildizlar juda ham yaxshi holatda. Bilmadim endi buni klubenkalari varigatni chiqadimi yo'qmi yoki bunga o'xshab yashil chiqadimi, yashilga qarab ketadimi unisini ham bilmayman. Mana shunday holatda bular ko'rib turganinglardek. Endi navbatimiz esa gul shaydolarimiz juda ham yaxshi ko'radigan gullardan biri bu kaladium guli bo'ladi. Bu kaladiumni bitta garshogida olgan edim, olib kelib gruntini ochsam bitta klubenkasi chirib ketibdi va bitta klubenkasi qolgan ekan. Ikkita klubenkasi qolgan ekan, 3 tekin klubenka. Va mana shu stakanchikka ekib olganman. Mana bu alohida klubenka, bu mana bu bargini tashamadi. Mana bu bargni yangi yozyap turgandi. Bitta bargi bor edi, bargini tashab yuborgandan keyin mana shu yangi bargni yozyapti va bu bilasizlar, kaladium gullari уже kuz kelgandan keyin spechkaga tayyorlanib, qish oyida mana shu hamma barglarni tashab yuborib uyquga ketishadi. Ayrimlari esa mana shunday uyquga ham ketmaydigan holatda bo'ladi. Mana bu ham yangi barg yozyapti va mana buni ham ildizlari juda ham chiroyli holatda. Buni yangi ekib olganimdan keyin mana rivojlanishni boshladi va shuning uchun yangi barg yozgan. Yangi barg chiqaryapti. Bu yerda ikkita kichkinagina klubenka bor edi. Ikkalasini ekib olganman. Klubenkalari kichkina ekan. Mana shunday chiroyli holatda o'syapti. Ko'rib turganinglardek. Va yana klubenka sotib olganim, eng qimmat sotib olgan klubenkalarimni hozir sizlarga ko'rsataman, alakaziyalarni. Mana shunda hozir suvga solib qo'yganman, ko'rib turganinglardek. Bu yerda qanday klubenkalar bor. Mana ko'ryapsizlar, klubenkalar juda ham kichkina, juda ham kichkina. Lekin pullari juda ham chiroyli narxda. Mana ko'rib turganlaring juda ham mittigina klubenka mana. Va bu Langloba variegatni Langlobadan. Ya'ni kim hozir ko'rsatgan Langloba silver bo'ladigan bo'lsa, bu Langloba variegatniligida Forest degan sortidan. Mana shunday qilib, mana shunday kichkina bo'ladigan bo'lsa, mana bu ikkalasini esa uchi mana rivojlanib qoldi. Bular Serendipity Pink degan sortda nimani alakaziyani. Bu ham juda ham chiroyli sortlardan biri. Menga asosan gigant bo'ladigan alakaziyalar yoqqani uchun faqatgina katta bo'ladigan alakaziyalarni oqtarib topib mana shunday qilib olaman. Mana shunday holatda teplичный условияda turibdi va bu birozgina rivojlanib olgandan keyin Moxsfagnumga ekib qo'yaman. Bularni olishga qo'rqmadim, sababi bundan kichkina o'zimni klubenkalarimni ham undirib o'stirganman. Shuning uchun qo'rqmasdan sotib olaverdim. Chirib ketadi yoki yomon holatga tushib qoladi deb o'ylamasdan. Va yana bitta bulardan ko'ra ham qimmat klubenkam bu hozir Pseudo Sandriana degan sorti. Pseudo Sandriana Pink sorti. Mana bunikini klubenkasini ko'rsalaring, klubenka ham demaysizlar, kesib olinganmi bilmayman. Mana juda ham mitta holatda. Buni ham oldim. Tavakkal nima bo'lsa bo'lardi, buni ham oldim. Juda ham chiroyli sort edi. Shuning uchun o'ylab o'tirmay 50 sotib olaverdim. Ajomas endi unib chiqib qoladigan bo'lsa, mana bu yerda esa ana shunday juda ham kichkina уже mana bu hozir ko'rsatib o'taman. Mana bu nimami? Gargana variegatniymi? Ekib olyapti turgan vaqtimda ikkita kichkina mayda stalonchasini sindirib qo'ydim. U уже hali klubenka bo'lib ham u darajada rivojlanmagan edi, sindirib qo'ygan edim va mana bu yerga tashab qo'yganman. Mana ko'rib turganinglardek
Judayam kichkina edi, bargini ham ko'ryapsizlar. Nihoyatda kichkina bo'lib mana nima bo'lsa ham unib chiqdi va mana bu yerda ham yana bitta sherigi mana o'shani u ham unib chiqdi, mana ko'rib turganinglardek. Bu esa stingray skat deyiladi, alakaziya skat deyiladi. Undan ham olganman va uni ham xuddi ana shunday kichkinagina yangi stalonchasini klubenka qilyap turgan sindirib qo'yganman va ko'rib turganinglardek uni ham mana chiritmasdan, boshqa qilmasdan undirib oldim. Mana unib chiqdi. Va mana bu yerda ham mana boshqa alakaziyalarim, kalakaziya ham bor bu yerda. Mana ko'rib turganinglardek. Mana shunday qilib undirib olganimga, unib chiqqani uchun mana shu alakaziyachalarni ham, klubenkalarini tavakkal oldim. 50 ga 50 bular yo unishi mumkin. Mana bu ikkala serendipity bular to'liq holatda unadi. Mana bu langloba ham umid qilaman albatta harakat qiladi, bu ham unib chiqadi. Lekin mana bu klubenkani bilmayman, aniq bilmayman buni birozgina kattagina mana shunchalik ko'chatchasini $145 sotilyapti degan alakaziyalardan biri. Mana shunday holatda judayam mayda klubenkasi. Shunday bo'lsa ham oldim va mana shunday qilib nima qilib oldim. Yana bitta klon olganman. U Silver Dragon var. Oddiy Silver Dragon alakaziyamiz bor. Shuni variegatnisini klonini judayam mitta albinos oq bargcha chiqargan ekan. U 50 ga 50 uni ham yashashi, chunki klubenkasi yo'q, faqatgina klonlarni tagida stol qismi bo'ladi. Ozginagina mana shu yetib kelguncha mana shu stol qismi qolgan, bargi ham yetib kelguncha o'sha chirib qolgan va mana shu holatda qo'yib qo'ydim. Bilmadim endi unib chiqadimi yo'qmi. Allohga tavakkal. Mana shunday qilib, mana shu qiziqqandan keyin iloji yo'q ekan. Sotib olaversa ekan, to'xtashdan iloji bo'lmayapti. Harakat qilamiz endi. Mana shunday qilib navbatdagi skitkada sotib olgan alakaziyam bu Black Stem alakaziyasi bo'ladi. Faqatgina variegatnisi emas, oddiysi. Black Stem zelyoniy bargligi, mana ko'rib turganinglardek. Bunda variegatniligi yo'q. Уже mana shu bitta bargi bilan ekan. Skitkada edi, sotib oldim. Kelgandan keyin tekshirib ko'rsam, mana ko'ryapsizlar. Mana shu yerda to'la klash bilan keldi. Обработка qilib buni gruntlarni ham olib tashladimda. Yangi gruntga ildizini tozalab ekib olganman va ildizlar endigina rivojlanishni boshlagan. Mana ko'rib turganinglardek, gruntim ham oshiqchanam emas. Agar oshiqchanam bo'lib ketadigan bo'lsa, bu nima bo'lib qoladi? Chirib qoladi va mana shu rivojlanish davrida mana bu unday qilib yangi barg yozyapti. Mana buni oyoqchasini, ya'niki mana bu cherishkasini, ya'ni oyoqcha desak ham bo'ladi. Mana bu tana stol qismini juda ham yaxshi ko'raman, chunki to'q svetda bo'ladi. Black Stemni variegatnisini juda yaxshi ko'rardim, juda xohlardim, lekin hozircha undan qila olganim yo'qman. Lekin Black Stemda oddiysidan mana topib skitkada ekan oldim va yangi barg chiqaryapti. Ana shu Black Stemda yana bitta nimasi kelgan, stol qismi kelgan, bargi yo'q ekan, uni ham sotib olganman va mana ko'rib turganinglardek mana shu bittagina nima bilan kelgan edi. Mana barg yozishni boshladi. Ildizlari mana ko'rib turganinglardek asosiy ildiz bor edi mana va bokovoy ildiz rivojlanganini ko'ryapsizlar bu yerda. Mana bokovoy ildizlar mana ko'rib turganinglardek rivojlanganligi sabab, mana rivojlanib ketganligi sabab mana shunday qilib barg yozishni boshladi bu ham. Mana shunday qilib bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shulardan iborat edi. Avvalgi videorolikimda ko'rsatgan edim. Bu metal head sorti juda ham go'zal alakaziyalardan biri, katta bo'ladi va orqa tarafi bordoviy to'q svetda. Buni ham mana shu cherishkalari, ya'ni oyoqchalari mana bunday Black Stemga o'xshab to'q svetga kiradi va juda ham go'zal bo'ladi. Mana bu yangi yozyap turgan bargini iznankasi, ya'ni orqa tarafini ko'ryapsizlar. Juda ham to'q holatda yangi bargini va endi
Mana bu bargini ko'rsataman. Mana yashil holati xuddi nimani bargiga ham o'xshab ketadi. Regal shilsimizni oddiysini bargiga ham o'xshab ketadi va ildizlari mana shunday holatda mana ko'ryapsizlar. Bu ham juda ham bevor alokaziyalardan, bu ham gigant bo'ladigan alokaziyalardan biri. Buni ham ikkita detkasini o'stiryapman. Bahorda ularni sotuvga qo'yaman. Ungacha esa bu ham albatta bahorgacha klubinka qilib qolsa ajoyib emas. Va mana bu go'zalimga bugun mana ko'rib turganinglardek bir hafta bo'ldi va holati juda ham o'zimga yoqdi. Oshiqcha injoqlik qilmasdan mana shunday qilib chiroyli holatda ildizlarni mana rivojlantirdi. Ko'rib turganinglardek. Sizlarga yetkazdirmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim mana shulardan iborat edi. Yana YouTube kanali orqali ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar.